Ismat, sen aroq umuman ichma, tushundingmi? Kecha hamma odamlarni so'kib chiqding. Yo, Tramp nimaga o'lik qilasan? Tramp kimmi? Amerikaning prezidenti. Bu onasini emsin. Ko'p ichimman-da undan. Shu uchun ichma Ismat. Ko'tara olmaysan sen. Hey Alkash, og'zingdan qon ketdi. Kechirma bechalar onangni deb so'kding. Topib qo'ymading bechalar. Nima demoqchisan? Nima demoqchisan? Ayt. Hey Alkash, qaytdan bir ko'ring. Ismat. Alkash, yana ichimmi? Ertasi militsiyaga yozib beraman, qistamasan so'kaver. Sandan menga nimadir deb ketding-a? Sani butun urug' hayvonga quritaman, tushundingmi? Xohlasam ichaman, xohlasam Qanaqa odamsan? Yoshing katta bir mahallada odamlarga o'rnak bo'lishing kerak. Nimaga yana so'kib o'tiribsan? Odam bo'lmaydi, bu rais bu odam bo'lmaydi. Gapir, kechagi tillaring qani sening? So'kib o'tiran tillaring. kechirasizlar meni, kechiringlar kelin. Dada, men jo'rlarim bilan futbolga borib kelay. Shu bashangiz borku. Bekorda futbol, kompyuter o'ynaydi. Uy to'g'an Rossiyaga hozir chiqib ketdi. Mana. Chiq. To'g'ri qildingmi? Zo'r ish etdingiz. Rossiyada ishlab pul topadi. Ha? Ismat. Ey Ismat. Turay. Men ma'lum